Sharqi Turkistonda nurg'un kishining izdirki yo'q. 21 dekabr Dajuan to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Amerika Birlashma Agentligi kishilik huquq tarmoqlari va bir qism olimlar Xitoy tarafidan atalmış tarbiyalash lageriga tutib ketilib, izdirki bo'lmagan Uyg'urlarning Misrdan qaytgan Uyg'urlarga o'xshash oqibatga duch kelganligi, Xitoy texnik tarbiyalash o'rni deb atib olgan maxfiy jazo lageri intayin yepiq harbiy tuzum bilan boshqarilganligi, lagerda qamalgan Uyg'urlar Xitoy tili, Xitoy qonuni, Millatlar Ittifoqi tarbiyasi, asabiylikni tugutish o'qishligi, vatanparvarlik haqidagi material va mazmunlarni majburiy o'rganganligini oshkorildi. Xitoy terror tuhmati bilan Uyg'urlarni bostirmoqda. Turkiya yangi akt gezitining bugungi xabarda Xitoy yaqindan buyon Sharqi Turkistonda ilgari din o'qiganlarni, diniy dars berganlarni, diniy da'vatchilarni terrorchi degan tuhmat bilan jazolab, Uyg'urlarni xalqaro terrorchi qilib ko'rsatish, shu orqali Sharqi Turkistonliklarni og'ir darajada bostirishga yo'l ochish uchun tirishayotganligini bildirdi. Xitoy yashanganlarga kommunizm marshini o'qitmoqda. Yangi akt geziti 20 dekabrdagi xabarida Xitoyning Sharqi Turkistonda musulmonlarga qartilgan assimilyatsiyasini kuchaytirayotganligi va qattiq bostirish harakati elib berayotganligi. Xitoyning 1949-yili Sharqi Turkistonni besib olgandan beri 10 millionlarcha musulmonning Xitoyning har xil och qo'yish, ziyonkashlik qilish qatorliq zulmlarda hayotidan ayrilganligi, shuningdek Xitoyning musulmon ayollarga qaratgan har xil zulmlari barg'ansiri og'irlashib ketayotganligi bildirildi. Yaponiya Xitoyning tahdidiga qarshi boshqariladigan bomba bazasi soldi. 21 dekabr The Wall Street Journal bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Yaponiya qo'g'dinish qismi Ishkaki oraliga Xitoyning tahdidiga qarshi boshqariladigan bomba bazasi qurmoqchi bo'lgan. Ishkaki orali Yaponiya orollarining g'arbiy janubidagi istiqbolvoq rayoniga tava bo'lib, Yaponiya qo'g'dinish atriti mazkur rayonga Yaponiya qo'g'dinish atritining 10 paraxodini, yangi tipdagi boshqariladigan bomba uskunalari to'liq hisoblangan 6000 askar o'rinlashtirdi ekan. İsrailiyada Erdoğan'ның Quddusga aloqador bayonotlari munozara qilindi. Türkiye Ovozi radiosuning xabarida Isroiliya Likud partiyasi parlament a'zosi Yahuda Gelik bilan ba'zi o'ngchi parlament a'zolarining Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan'ның Quddusga aloqador bayonotlari sababli jazolanishini talab qilish voqeasi yuz bergandan keyin mazkur masalani parlament umumiy kengashida bas munozara qilmoqchi bo'lganda asli Falastinlik parlament a'zosi Ahmet Tayyibi norozilik bildirdi. Cumhur Reis Erdoğan'ның pozitsiyasining intayin durust pozitsiya ekanligini ta'kidlagan Tayyibi, Türkiye Cumhur Reisi va xalqining Trumpning qaroriga qarshi bildirgan pozitsiyasi durust pozitsiyadir. Butkul Arab va islom davlatlari Falastin xalqining da'vosini qo'llash uchun mushundaq bir pozitsiyani o'ttirg'a qo'yishi lozim dedi.